Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun sizlarga buyrak to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Kimda buyrakda muammo bo'lsa, kreatin, mochina, belok ko'tarilgan bo'lsa, shularga yechim bor. Bizda giyohdorlarimiz juda ham zo'r natijaga ega bo'lgan giyohlardan biri bu ravo hisoblanadi. Har kuni Allohning karomati bilan o'zi buyrakka o'xshaydi. Allohning karomati bilan buyrakda og'riq qoldiradi, pриступ tarqatadi, qum, tuz, toshlar bo'lsa eritadi, kreatin, mochina, belok ko'tarilgan bo'lsa me'yorlashtirib beradi. Siydik yo'lida shamollashlar bo'lsa sistitga jon davolaydi. Bu 3 tadan 3 mahal ovqatdan keyin yanchib olib ichib yuboriladi. Mana bu esa damlab ichiladi. Bunisi 1 choy qoshig'ini 200 gram suvga damlab 100 gramdan 2 mahal ichiladi. Bu ham qo'shimchalari bor, damlamalar. Bu qonni suyultiradi. Buyrakda davleniya, bosh og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, qonni suyultirib, buyrak faoliyatini yaxshilab, davolab berish xususiyatiga ega mahsulotlarimizdan biri hisoblanadi. Bu esa qonni tozalaydi. Qondagi virus infeksiyalarni yo'qotib, davolab berish xususiyatiga ega. Natija juda ham zo'r. Amalda ishlatib ko'rishingizni tavsiya etardim.